Suvenir. Bak, böyle. Yana bor. Yangi nashr Qonun sotmadan yashamoq kitobining muallifi yozgan bu kitobda ham berilgan chamochmoqda. Berilgan kitobda sunnatas, ochlik, inson psixologiya, kitob to'plam holatida ben buyurtmadan olib kelganman. Namozda xushu, sog'lis dengiz, tavhid, Maryam Yusuf. Ne? Hayvanlarga qilgan sabrlar. Ana shuni o'qigan ekan shekilli. Hikmatali Sobirov. Ko'pchilik holatda. Qulon singli qizim. Bu yoq aydisi matematika. Ko'pchilik talabni yuqori kitoblardan. Tanbehul film kitobi. Rossiya nashr qilgan original chet el kitobi. Bu kitob 0 yoshdan katta bolalarga mo'ljallangan. Rasmlar ham sifatli. Rossiya nashr. Shu kitobni tanishtirib o'taman. O'qigan qizlar. Cheklandim. Biz bo'lamiz. Umr yo'ldosh tanlash. Olamda. Keyin qanday bo'lamiz? Rimar kitobi. Cho'g'ani. Tolstoy. Kitobda ham yaxshi buyurtma berganlar. Sayda boramiz. Aloqaga chiqib ko'rayotganimizlar. Bo'lmasa bo'ladi. Bambuk jo'namizlar Qirg'izistonniki va o'zimizda chiqqan Xitoy variantlari bor. Mana bu ko'rishgan. Alloh ismlari yozilgan plakat. Hop, keyin katta varianti Northern Trail holatida berilgan. Alifbo. Keyin alifbo ekan. Keyin taomlanish odatlari. Taomlanish odatlari. Yana bor bu uyquga yotish. Uyqulantirish odatlari. Bolla qiziqadi, to'g'risi ilib qo'yilgan ro'paraga ko'rib qiziqib o'qiydi. Yana boshqa turlari ham bor edi. 15-yanvar kunigacha ba'zi bir kitoblarga katta chegirma berib qo'yganmiz. Mana kitob 220 so'mdan sotganmiz. Endi yengillatgan hujjatlarimiz ham bor edi. Har bitta sahifada noma'lum tarjimasini ko'rganlar bor. O'sha chiqqan so'ngda skanerlar noma'lum tarjimasidagi izohlari. Bu kitobimiz hozirgi paytda narxi 120 so'm. Yana agar guruhga ko'proq olsangiz, uni tushib beramiz.